Chiqmayapti. Bitta mashina ham to'xtamayapti. Uf. Qachon yetib boraman bunaqada? Damas yurmasmikin? Chorsiz yurmaysanmi? Ukam. Mana qara. Chorsiga borasanmi? Hozir men mashina olib olay keyin-da. Mana qara, mashina artishib qo'y. Keyin mo'ykaga berasan. Men mo'ykaga pulni beraman. Chorsiga olib tashlagan, biroz shoshib olay. Faqat yo'lni transportga o'tib ketamiz-da. Bo'ladi, tashlab o'tib ketishimiz o'tib ketaveramiz. Olib kelsan-ku, temirchilarga o'xshab. Men o'zim bir firmani boshlig'iman. Qarang. Men bir o'zim katta bir firmada boshlig'iman. Tushunasizmi? Boshliq bo'lib turib, sho'pirim mashinasi buzilib qo'ygan ekan, Jigulida yurdimda eski. Temir tersi olib yurgan. Okey, hamma resibi haqi narsadan-da. Shuni aytaman. Bo'lmasa so'radim, Chorsiga borasanmizmi? Ha, olib tashlayman deb. Mahalla kirib olib, eski tusga olaman, temir tersi olaman deb baqirsa bo'ladimi? Yer bo'lmadi, yo'lga kirib ketmadim-da. Yana kamiga Astonkaga borib, shuna baqirib oling, Chorsiga 3 kishi boring deydi. Odam sharmanda ko'p taniydi-da endi baribir. Ko'pchilik gapirib bordi, odam ashuni yer bo'ldi ekan. Hamma aytsin, okey. Boramiz Chorsiga. Bo'ldi, okey, beraman. Ana beraveradigan narsangizni berib olmaysizmi bu? Keldi, okey, o'zi как раз. Sut, qatiq, qaymoq, tvoroglar keldi. Menga qara to'xtat mashinani. To'xtat bo'ldi, tushib qolaman. Assalomu alaykum. Janoza akami? Yo'q, qanaqa janoza? Ishxonaga ketyapman bugun. Chorsiga borishim kerak. Yurang, yo'lni boshigacha olib boraman, bu yerda mashina yo'q. Endi shunda ketaman. O'zim ham bir firmada boshlig'iman-da. Teginda katta mashina bor. Elektromobilni eng oxirgi rusumida olib yuradi. Bugun nimagadir juda xorlandim. Jigulida ham yurdim, temir tersi tashiydigan, Damasda ham yurdim, qatiq sotadigan. Oxiri yayov ketyapman. Yana mashina o'tib qolar. Endi mashinada ketishim qoldi. Ha, o'zingiz bilasiz. Aytib qo'ying, baribir oxirgi manzilga shu mashinada borasiz. Boshni tanlab maqas. Ha, yo'q, bemalol oq yo'l. Ha, mayli. Oxirgi manzilda shunda ketasiz dedim. Gap to'g'ri. Ko'chada mashina ham yo'q dedim. Shunda ketaversam bo'lar ekan. Ya, orqasidan chiqib qolsam, "Ey!" insonmizda bilib bilmay xato qilamiz. Shohu gado oxir borar joyimiz 2 metr qabr, barzax hayoti. Bu hayotda so'nggi rusumdagi eng qimmat mashinani minsak ham, hayotimiz so'ngida minganimiz shu tobut cho'bin otdir. Alloh hammamizni xatolarimizni kechirsin.